Real Madridning yangi sostavini sotamiz yoki qoldiramiz? Militao, Militaoni men sotgan bo'lardim, chunki u juda ham ko'p travmada bo'ladi. Courtois, Tibo Courtoisni albatta men qoldiraman. Rudiger, Rudigerni ham sotgan bo'lardim, chunki hozir undan ham himoyachilar ko'payib ketdi. Real urovendagi darajasidagi himoyachilar. Rodrigo, Rodrigoni ham men sotgan bo'lardim. Uni o'rniga Michael Olsen olgan bo'lardim. Cucurella, Cucurellani men qoldirgan bo'lardim, chunki Cucurella jahon chempionatida anchagina o'zini yaxshi ko'rsatdi. Videoni oxirigacha ko'rishdan oldin obuna bo'lishni unutmang. Vinicius, Viniciusni men sotgan bo'lardim, chunki Mbappe bilan chiqishmovchiligi ancha yuqori bo'ladi. Endi Mourinho buni qanaqa eplaydi, buni vaqt ko'rsatadi. Trent, Alexander-Arnold uni men qoldirgan bo'lardim. Konate, Konateni men sotgan bo'lardim. Yan Diamonte, Uni qoldirgan bo'lardim. U yaxshi transfer. Kylian Mbappe, Kylian Mbappeni men albatta qoldirgan bo'lardim, chunki u bu yil o'zida 3 ta oltin butsi oldi va uni Real bilan hali ancha ko'p yutuqlar kutib turibdi.